Do'stlar, bugun 1-dekabr. Bu videoga bitta like bosmasanglar bo'lmaydi. Oxirigacha ko'ringlar, olib kelinglar kamerani. Ma'mulni qaranglar, bog'bon akalarimiz nima qilyapti? 1-dekabr 2025-yilda meva turibdi. Kamerani yaqinroq olib kelinglar. Mani olmani qarang, svejiyligini, shuni uzasizda qishda 1-dekabrda. Wow! Maza yo'q. Bitlak bosman joyiga 1-dekabrda shoxida turibdimi? Shoxida. Agar sizlarga shunaqa ko'chat kerak bo'lsa, bemalol shu nomerga telefon qilsanglar, sizlarga yetkazib beramiz. Savol qilinglar, uylardan shunday chiqib turib, bog'inglarga kirib turib, 1-dekabrda tars saytib olmani uzib, shuni yeb orasizlar. Bog'bon akalarimiz nima qilyapti? Qishda ham olmay yetishtiryaptimi? Bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi shu joyiga. Qaranglar, men bu olmani ko'rsating, keling olib kelingda. Wow! Qanaqa olma bu? Bu niqonlarimizni ekasiz keyingi yilga meva qilishni boshlaydi. Shu o'rinda aytib o'tib ketaman, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu olmalarimizni sorti Pink Lady olmalarimiz bo'ladi. Sizlarga istagan O'zbekistonning libboy joyiga bemalol yetkazib beramiz. Bitta like sizdan, xizmat qilish, obzor qilish bizdan. Bosdik. Sizlar shu o'rinda eslatib o'tishim kerak. Usta X endi usta bog'bon profilini ham yuritadi. Men yerda turibdi, men bu yerda kirib podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Usta X. dehqon bola